Ustoz Abdusaloh aka, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalar yaxshi taningizlar. Abu Valid birodarimiz ham hayit namozini o'qib ko'rishib qoldik. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Aziz birodarlar, muborak Shom diyorida, Idlib shahrida ko'rib turganinglardek mana katta stadionda hayit namozi o'qishlik uchun musulmonlar va muslimalar sekin asta yig'ila boshladi. Allohning fazli marhamati bilan zolimlarning holatini qanday o'zgartirib qo'ydi. 1 yil avval mana shu yerlarda sirenalar bo'lib, aviaudallar bo'lib, bosqinchi Rus va Bashar Asad tomonidan xalq zulmga uchrardi. Bugungi kunda mana musulmonlar qo'liga davlat o'tib, xotirjam holatda, boshqacha kayfiyat bilan namozlarini o'qishga yig'ilishyapti alhamdulillah. Bugungi kunda holatlarni o'zgartirgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsinki, Ukrainadagi, Rossiyadagi holatlarni qaranglar. Zolimlarning ahvoli nima bo'lyapti? Har bir zulm qiluvchi bilsinki, mana shunday bo'ladi. Kunlar aylanib, zolimlarning o'zini boshiga ham mana shunday holatlar bo'lishligi aniq muqarrardir. Shu bilan birgalikda aytamizki, bugungi kunda hojilarimiz mana haj mavsumida hajga borishyapti. Ularning ibodatlarini Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Va barcha g'azoga yordam qilayotgan, moddiy, ma'naviy taraflama yordam qilayotgan birodarlarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo kelasi yil shu vaqtgacha musulmonlarni g'alabasi, nusrati ila qilib bergan bo'lsin inshaalloh. Va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malun. Ushbu kadrda ko'rib turganingiz Sheyx Abdulloh Muhaysini muborak shahar bo'lmish Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shaharlari Makka shahrini tashlab kelib, u yerdan hijrat qilib, muborak Shom diyorida ko'p yildan beri mujohidlar bilan birga istiqomat qiladilar. Bu kishi Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytgan holatda muhojir va ansorlarga juda ham go'zal nasihatlar qildi. Alloh taolo bu kishining qilgan xizmatlaridan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. الواحد القهار. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما جاهد مجاهد وانتصر. الله أكبر كلما طاف طائف بالبيت واعتمر. الله أكبر كلما ارتقى شهيد إلى الله وافتخر. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hayit namozini o'qirganmiz. Hammamiz bilganimiz, taniganimiz ustozimiz jang maydonlarida ko'p yildan beri boshimizda xizmat qilib, shu kunda ham bizni muhojirlarning ustida ustoz olarak shu yerda xizmat qilayotgan akamiz ustoz Abdusaloh aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor bayramlar bilan aka, taqabbalallohu minna va minkum. Solihul amal. Amin ajmain. Aka bir inshaalloh tashqarida bilasiz, ko'pchilik sizni kuzatadi. Shunga bir o'ziz bayramona bir ko'pchilik so'raydi birodarlarimiz. Bayramona bir tabriklaringizni bildirib qo'ysangiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmon birodarlar, barchalarini o'zim nomimdan va Shomdagi mujohidlarni, fotihlarni nomidan barchalarini Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo shu kunlarda qilingan ibodatlarni, hojilarni, vaqflarini va sa'ylarni, tavoflarni Alloh subhanahu va taolo o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Va mana bu kunda eng afzal ibodat deb sanalgan qurbon qiluvchilarning qurbonliklarini Alloh subhanahu va taolo o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga ato etgan, Shom diyorlarida ato etgan nusratlarini yana boshqa diyorlarda ham ato etishni Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Barchalarga Alloh subhanahu va taolo mana bu kunni muborak qilib bergan bo'lsin. Barchalarni yana bir bor hayit bayrami bilan tabriklayman. Jazakumullohu xayron. Alloh rozi bo'lsin ustoz, jazakumullohu xayron. Aziz birodarlar, bayramona kayfiyatda yurar ekanmiz. Barchalar yaxshi tanigan muhojir taktikalni asoschisi Ayub birodarimizni ko'rdik. Sizlarni bir bayram bilan tabriklamoqchi. Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbek zobon bo'lgan birodarlarimiz, taqabbalallohu minna minkum o'zbek xalqimiz bayraminglar bilan
Alloh subhanahu va taolo barcha qilgan solih amallaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu yer yuzida bizni birodar qilib aka-uka qilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo jannatlarda ham bir-birimizni yetalab olib kirib ketishga aka-uka qilishligiga nasib qilsin inshaalloh. Aka, bayramlaringiz bilan. Birodarlar, bayramona kayfiyat o'laroq birodarimiz barchalar yaxshi taningizlar. Abu Valid birodarimiz ham hayit namozini o'qib ko'rishib qoldik. O'zini bir bayramona tabrikini sizlarga yo'llamoqchi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Avvalo sizga ham va barcha auditoriyangizga, barcha islom ummatiga, bizni tilimizni tushunib turgan islom ummatiga hayit muborak bo'lsin. Taqabbalallohu minna minkum solihul amal. Va hozirgina Sheyx Muhaysin aytganidek, bunday hayit kunlarda o'tirishlik o'zi oson bo'lmadi. Xosatan muhojirlar uchun va xosatan ahli Shom uchun. Juda ham katta qurbonchilik berishdi. Yo, haligi nima deydi? Ko'p yil kutasiz. Birinchi yili Qurbon hayit birinchi marta xotirjam o'qiyapmiz. Haqiqatan. Doim samolyot uchardi, sirena bo'lardi. Shunaqa. Allohga hamdlar bo'lsinki, almashtirib qo'ydi. Hozir Rossiya bilan Ukrainada sirena bo'lyapti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Albatta bu xursandchilik, futuhot xursandchilik bo'lsin, boshqa xursandchilik, hamma islom ummatini, barchamizni xursandchiligimiz va shu o'rinda duo qilaylik. Mana shu o'rinda biz xursandmiz, chunki bu kunda xursand bo'lishlik vojib bo'lgan kun. Lekin shu kunda bombardimonlar ostida, zulm ostida yashayotgan islom ummati bor. Albatta ularni ham unutmagan holatda, ularning haqqiga doim duo qilgan holatda va boshqa yordamlarni qilgan holatda ular bilan birga bo'lishligimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin va yana bir bor sizlarni hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. Alloh ajrini bersin. Alloh razı olsun birodar. Alloh subhanahu va taolo butun dunyodagi zolimlarga o'zi kifoya qilsin, mazlumlarga o'zi yordam bersin, xossatan G'azo ahliga o'zi nusratini bersin. Taqabbalallohu minna va minkum solihul amal. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.